Voy, rahmatlarini, ruchkalarini ko'ring. Voy, materiallari nima deyapti? Rahmatlari kojinning dizayniga bor-ku, vashi gap yo'q xullas. Vashi dizayni ham, vashi portlatib yuborgan dizaynni ham. Ikkagan bu kalaskani qo'shnilaringiz ko'rib qolsa bor, обязательно qayerdan olgansizlar deb so'rashadi-yu. O'sha paytda mana shu videoni prosta o'zingiz saqlanib qo'ysanglar, chakinglarni ortib o'tirmasdan, prosta mana shu videoni tashlab qo'yasizlar. Bo'ladimi? G'ildireklari-yu vashi gap bo'lishi mumkin emas. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Ana yamali chuqurlarni bor, prosta mensimasdan o'tib ketadi. Ramalari, amanzatlari vashi boshqa dunyo. Ana juda ham sovuq kunlar keladi-yu, qishlarda ham zinichi qo'llari juda ham zo'r foyda beradi. Qalin, ana kurtkalarni ham keragi bo'lmay qoladi. Ichlarida o'zini ventilyatsiyalari bo'ladi. Bemalol bosh tarafini ko'tarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xullas, ham amanzatlari bor. Prosta yumshoqda. Bu kalaskamizni bemalol rostiligiga to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi, balandpast qilsanglar bo'ladi. Ulardan xolis odamlardan so'raymiz, xullas sifatini qanaqaligini. Endi piruz qo'ying bemalol. Piruz qo'ying bemalol. Qiyin va oson yoki qiyinchiliklar bo'lsa qilib turasiz. Yo'q, ishlar zo'r. Boshqa gap yaxshimi? Yoqdimi? Maslahat berasizmi bemalol? Albatta. Maslahat beraman. Rozi bo'lsa, rahmat kattaga. Zo'r fishka tarafini aytaymi sizlarga. Mana buni qarang. Xullas, yulkani ham kerak yo'q. Nima qilib kreslo kachalka qilib o'tirsanglar ham bo'lar ekan.